Muallim 61. betteki yeni sözlüklerinin manasını Ha, ben mümkün şu vaqt aniq ha buldu. tel mümkün ketibken depegen bolsanız kapılmayı. Torda Buldu. izlesem pəxsi çıktı. Buldu. Esma Abdülhamid kardeşimiz bağ geldi. Şuna bu. Tamam. Unda olsa bir Nafisa kardeşimiz yok ki kalганlar baki. Unda olsa 61 dediniz Abdullah Karlık doğru mu? Muallim ay pəstiki sözlükni. Yani deysiz E, beşincisi. eşyalar. Слушайте, повторите, читайте deydi. Слушайте, anlanla, anlan. Повторите, şu tekrarlanla yoki tekrarlan. Ondan keyin читайте dediğimiz o'qing yoki o'qinglar degan ma'noda. Unda olsa yozamaganlar diqqat qilinglar. Ekran chiqyapti shunaqo. Dengi deganimiz pul, tanga degan ma'noda. Dengi. Ximik. Ximik, ximiya olimi. Biz buni ximik deb qo'yamiz ba'zida. Kino shu kino. Bizning tilimizda rus tilidan kelgan 2700 ga yaqin so'z bor degan to'q. Kino bilan ximik ashlarniki birsi. Odatda biz tanga deb qo'yamiz, dengi bu o'xshaydi hisobda. Kiosk. Kiosk deganimiz biz bodka do'kon degan to'q. Ya'ni bu teshida to'mirdan yasalgan qo'yiblam tiklablam echib olgan shu xil do'konlarni kiosk degan to'q. Endi Xitoy, biz Xitoy deymiz-ku. Xitoy degan ruschasi buning. Xitoy shu Xitoy. Rus tilida Xitoy, Xitoy, Jungo degan ma'noda. Pekin, Beijing bo'ldi. Türkçüm Pekin deydi-ku. Biolog, bu bizningga o'xshaydi, biologiya olimi. Andan kinoteatr buchu, kinoteatr degan ma'noda. Bularning hammasi shu bizning tilimizga o'xshaydigan gaplar bor, bular. Ondan keyin nash kinoteatr deydi. Buchu Abdullah Qarliq nima ma'noda bo'ldi bu? Bizning kino tiyatrimiz. Tamam, nash deganning ma'nosini biz bizning degan ma'noda degan to'g'ri. Nash kiosk buchu. Bizning nima bodka do'konimiz. Tamam. Naše akno buchu. Bizning nima bizning derizimiz. Derizimiz tamam. Endi eta moya strana Vostochniy Turkiston deyli biz Xitoyda, Xitoyda mayli. Yani Xitoy deb tushunami? Eta moya strana Vostochniy Turkiston desak buning ma'nosi nima bo'ldi? Oldindan deb bergandim. Bu mening shahar bu mening davlatim Sharq Turkiston. Tamam. Shahrim bo'lsa nima bo'ldi? Gora. Bu mu oldingi betlarda chiqqanti yangi so'zdi. Tamam. Esingizda tutib mengsiz yaxshi. Ondan sonra what moy gorod Pekin buchu? Bu mening shahrim degan gap. Masalan biz buni what moy gorod Urumchi desak. Bu mening shahrim Urumchi. Urumchi. Tamam. Orqaga Xotan, Qashqar deb qo'yib olsangiz bo'laverdi. Ondan sonra bir yerda bilmagan yo'q 61 tugaganda. Shunami? 62 dan boshladik-ku. Unda bo'lsa Abdusalom Hakimoğlu deydi. Biz tuanda bu dialogni o'qib, ma'nosini deb beramiz. Deydi bu yerda читайте и показывайте на карте те страны и города deydi. Xaritadan shaharlar va davlatlarni ko'rsating deydi. Unda bo'lsa bu yerda shu tekstdagi shahar va davlatlarni ko'rsatib berganmiz. Bu yerda faqat o'qib ma'nosini deb bersangiz bo'ldi. Abdusalom Hakimoğlu. Это моя страна. Россия. Rossiya bulamdı, Rossiya bulamdı. Россия. Rossiya. Россия. İkisi bak hoşuna, ikisi boğallıqdım ya da Rossiya emas, Rossiya. Россия. Avazın süzük gelmedi. Это моя страна. To'xtang. Bizning degan to'q, to qancha bo'g'im? Это моя. Tamam. Это моя страна Россия. Bu mening davlatim Rossiya. Где ваша страна? Bu bizniki A'ning ma'nosini bo'lsa deb olgan to'q, bo'lsa. Gdiyani qayerda, nada degan to'q.
Ee, bu qayerda bo'lsa, bu bizning davlatimiz bo'lsa qayerda? Varşa deydi. Varşa bizden bulamtı ya ki. He. Sizning davlatimiz qayerda? Ha tamam. Çünkü tepede eta moya strana Rossiya dedi. Bu mening devletim Rusya. Sizning devletiniz bo'lsa qayerda? Tamam. What Maya What? strana To'xta. Onu odamdiq. Qancha bo'g'im? what Ha. odam bir bo'g'im. What? What Maya strana Xitoy. Kitay, ha. Biz bu yerga Vostochniy Turkiston desak bo'ldi, Turkiya desak bo'ldi, bizning vatan bu bo'ldi bu ham hisobda. Bu yer bizningki davlatimiz Turkiya. Ha. Odatda qarindoshlar Turkiyani Turkiya demaydi, men bu yerdan Turkiya deb aytibman. Turkiya deydi. Turkiya. Turkiya deydi Turkiyani. Shuning bilan what moya strana Turkiya. Bu mening davlatim Turkiya bo'ldi. Adresi Pekin Aha. to To. Oy. Itamoy. Ha. Bu paytaxt mı var? Bu şehirde. Poytaxtni biz stolitsa deymiz. Bu yerda Azdis deydi. A bo'lsa Zdis bu yerda degan gap. Shuning bilan bu yer bo'lsa Pekin deydi. Beijing shundami? Это мой родной город deydi. Bu mening родной deganni biz ana degan to'q, ya'ni ani yer degan ma'noda keldi odatda. Родной город bo'lsa ani yurt deb tarjima qo'yamiz buning ma'nosini. Shuning bilan Это мой родной город. Bu mening ani yurtim demakchi. Bu это мой родной город. Город. Ha, город yaxshi. Bu mening ana yurtim. Где ваш родной город? Sizningki ana yurtingiz qayer? Yo'q. Tamam. A где ваш родной город? To'g'ri, to'g'ri tarjima qildingiz. Ana yurtingiz qayer? Ha. What on? What on? What on bu yer? An emas. An desak What on? ikki bo'g'im emas. Chunki bir bo'g'im bo'lsa ham onu o bo'yicha o'qiymiz. Ha. What on? Moskva. Moskva qancha bo'g'im? Moskva. Ha, yaxshi. Moskva. Ha. What on Moskva. Bu yer. Moskva мой родной город. Город. Yaxshi. Mening ana yurtim. Tamam, yaxshi. Intayin yaxshi. Yaxshi tarjima qildingiz. Nol saviyatni hozir o'zinglar asosan to'g'ri o'qib, to'g'ri tarjima qila oladigan bo'ldinglar, detekstlarni. Men bir o'qiytay, haqida bir sanlar o'qinglar. Это моя страна Россия. Bu mening davlatim Rossiya. A где ваша страна? Sizning davlatingiz qayerda? Вот моя страна Китай yoki Vostochniy Turkiston. Mavu bo'lsa mening davlatim Sharqiy Turkiston. Azdis Urumchi yoki Pekin. Bu yerdagi bo'lsa Urumchi. Это мой родной город. Bu mening ana yurtim. A где ваш родной город? Sizning ana yurtingiz qayer yoki qayerda? Вот он. Mavu u deb turib, mendagi xaritadan ko'rsatyapti-da. Moskva мой родной город deydi. Moskva mening ana yurtim dedi. Unda bo'lsa Abdullah Qarluq qarindishimiz, siz bir sanlar qo'l ko'tardingizmi? Muqaddas Amin, marhamat. Men uxlab qolmadim. Ha, bo'ldi, siz o'qib baqa.
Это моя страна, Rusya. He. Bu benim şehrim, Rusya. He. Где ваша To'xtam, страна? Rossiya bir shaharmi? Yok, devlet. He. Страна. Strana davlat, город shahardi. Tamam. Это моя страна, bu benim devletim, Rusya. Rusya. Где ваша страна? Sizning devletiniz qayerda? Tanışıqçılar ele o'tamizlar, sap ovozinglar tashqi planning odamining ovozidek kelyotidi. Tamam. Ha. Где ваша страна? Sizning devletiniz qayerda? Hmm. Вот моя страна. Vatmi, votmi? Вот. He. Вот моя Nima uchun страна. vot dedingiz vat deb bo'lib? Bir bo'g'imli qo'ygan. Ha, tamam. O kelgan so'zlarga qarindoshlar qaraymiz. Agar bu o kelgan so'z bir bo'g'imdan ortiq bo'lib qolsa, ko'pincha ahvollarda o'ni a deb turib talaffuz qilamiz. Bir bo'g'im bo'lib qolsa, har qanday ahvolda o'ni o deb o'qiymiz degan. Shunga вот dedik. Вот моя страна. Vas Xitoy deganlar kelmaydi, Xitoyga Turkiston. o'chishimizdan. Ha. Vostochnoy Turkiston yaxshi. Восточный Turkiston. Hmm. Bu mening davlatim Sharqiy Turkiston. Здесь Urumchi, bu yerdagi Urumchi. Это моя. To'xtang. Urumchi desangiz u harfi bormi rus tilida? Yo'q. Shunga Urumchi. u, ha yaxshi. Urumchi deymiz. Urumchi. Ha. Это моя родной город. Город. Ha yaxshi. Bu mening ona yurtim. Yo'q. Ona yurt. Bu mening ona yurtim. Где ваш родной город? Sizning ona yurtingiz qayerda? What on? Vatmi, votmi? What? What on? What on? Moskva. Moskva. Qancha bo'g'im? Moskva. Ikki. Moskva. U bu yerda Moskva. Moya родной город. Вот onni mavu o deb olamiz. Xaritini ko'rsatib mavu o deb ko'rsatamiz. Мой родной город. Mening ona yurtim. Tamam. Moskva moy родной город debdi. Tamam. Intayin yaxshi. To'g'ri qildingiz ham to'g'ri tarjima qildingiz. Aferin. Unda bo'lsa 7-sidan qarindoshlar bu yerda bo'g'im mashq kelibdi. Bo'g'im mashqini o'qimas bo'lgandik, oddiylan bu. Endi B qismiga kelsak, 7-ninki bu yerda слушайте, повторите, читайте deb o'xshashlam. Anglanglar, takrorlanglar, o'qinglar debdi. Undan sonra bu yerda yangi so'zlar uchrashi mumkin. Kitobinglarga, qalaminglarda men o'qib vaqtimda yangi so'zning yeniga yozib olasizlar ma'nosini. Undan sonra tserik. Biz bu serik deymiz. Bular tserik deydi. Tserik. Endi center degancha markaz degan ma'noda. Markaz, o'ttir nuqta, center. Ingliz tilidagi century bilan o'xshaydi. Ondan sifra degan raqam, son raqam deganni sifra deymiz. Отец degan ota degan gap. Papa degancha dada degan gap. Xuddi bizning tilimizda birisi dada, birisi ota degandek. Buningda отец ota bo'ldi, papa dada bo'ldi. Tsena. Tsena degan baho. Сколько tsena desak, bir narsaning bahosi qancha degan ma'noda bo'ldi. Masalan, bir kompyuterni ko'rsatib, сколько tsena desanglar, bahosi qancha degan gap bo'ldi. $1000 desa, $1000. Shunami? Masalan. Улица bo'lganti ko'cha, yo'l degan ma'noda. Stolitsa-chu? Stolitsa. Bu cho'ng yo'l. Ondan tablitsa. Stolitsani cho'ng yo'l emas. Stolitsa degan poytaxt, bir yana poytaxt. Masalan, Turkiyaning poytaxti Anqara-ku. Tablitsa degan jadval degan ma'noda. Gostinitsa bo'lsa mehmonsaroy, mehmonxona degan ma'noda. Unda bo'lsa, bu yerda pulli qog'ini o'zinglar deyaysizlar. Endi Abdulla Qarlo qarindoshim, yozib ulgurdingizmi kitobga yoki daftarga?
Muallim en ahırkısı yatakku. Gostinitsa degan yotoq, mehmonxona. Mehmonxona, Gost degan tamam. mehmon bo'ldi qarindoshlar. Mana nitsani qo'shmasanglar, itsani qo'shmasanglar, gost degan mehmon. Ты мой гость desek, sen mening mehmonim bo'ldi, shundaymi? Ya твой гость desek-chi, men sening mehmoning degan ma'no bo'ldi. Gost mehmon. Aqqa itsani qo'shib bersak, initsani qo'shib bersak, mehmonxona bo'ldi. Unda esa Abdullah qarindoshim oldi bilan mushu sirkdan boshlab o'qib berang. Men bilan tang. Sirk, Ha. Center merkez. Cifra, son, rakam. Hmm. Atiyet, ata. Cena, baha. Ha. Ulica, koca, yol. Hmm. Stolica, paytaxt. Stolitsa. Stolica. Ha, yaxshi. Stolica, paytaxt. Tablica, cetvel. Pablitsa mı, tablitsa mı? Tablica. Ha. Tablica. Ha. Anikin Gastinica, Hmm. mehmonxona. Ha. Tamam. Tamam. Tiyilipti Endi o'qiymi, miyadagi to'xtang. Miyadagi ulitsa deganimiz qarindoshlar, mana bu tar ko'cha bormi? Tar ko'chani ulitsa deymiz. Prospekt bo'lsa cho'ng yo'l. Mashina mangdigan cho'ng yo'llarni prospekt deymiz. Mana shu bilan oldi. Unda davomlashtiring Abdullah. Nash sirk, bizning sirkimiz. Ha. Nash center, bizning markazimiz. Ha. Nasha ulitsa, bizning tar ko'chamiz. Nasha Gastinitsa, bizning mehmonxonamiz. Ha. Nasha Stolitsa, bizning paytaxtimiz. Nasha Tablitsa, bizning jadvalimiz. Ha. Moy atest, mening Atiyets. atet. Chunki eng oxirgi harfni biz tsa deb o'qigandik-ku. Atiyets. Shundan atiyets. Atet. Hmm. Moy atet, mening atam. Ha. Это цифра 1. Ha. Bu raqam. İki raqam bu qancha? Men Adin qancha? sizlarga raqamlarni sonlarni o'rgatmadim. Birdan tortib milliongacha sanashni o'rganamiz, hatto trilliongacha. Bir Meyadagi bo'lamdi muallim. adin bir bo'ldi. Oldiga raqamni berib qo'yibdi-ku. Adin 1 Ha. bo'ldi. 2 desak 2 bo'ldi. 3 desak 3 bo'ldi. Это цифра 1. Bu bir raqami. Hmm. Это цифра 2. Bu iki raqami. Это цифра 3. Bu 3 raqami. Tamam. Undan sonra İsmail qarindoshim anlatsizga. He anlattı ben. Ondan sonra atiyetsning ma'nosi biz nima dedik bayatdan? Yoki serikning ma'nosi nima dedik? Ata dedim ha ata. Yaxshi, ata dedik. Serik degani-chi? Al isim tutamadım. Serik degan shu bizning tilimizda serik deymiz, bular serik deydi. He. Tamam. Gostinitsa deganchi? Qaysi? Gostinitsa degan nima dedik? Mehmonxona dedik. Tsena deganni-chi? Bahasi dedik. Yaxshi. He bu. Yaxshi. Bir so'zimizni tutibsiz, endi diqqat qilib o'tibsiz darsga, yaxshi. Bo'lsa asli mushuni bir adabdagi ma'nosini yozib olsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki bu yangi so'z-chi, yangi so'zda baribir bu Ben kitapni tayyorlab bo'lmagandim, o'sha telefonda qarab o'tiryapman. ha, to'g'ri. Birinchi kuni bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Işte kitobga bo'lgandan keyin. Debda yozuvdek ahvol bo'lsa, yozib olsangiz yaxshi demakchi. Ma'qul. Bu yangi so'z mayli 0 dan boshlab, 2 dan boshlab baribir yangicha bizga. Azidan boshlab yodlab olsak bo'ldi demakchi. Ma'qul. Tamam, yaxshi diqqat qilib o'tibsiz. Unda bo'lsa, qarindishimiz bir sonla qo'l ko'tardi ama. Muallim Gastinitsada gast mehmon
Ma'nisi Ghost deymiz. Ghost. Ghost, Bir bo'g'imlan bo'ldi. Shunga onu Aha. oluvchi o'qiymiz. Ghost mehmon. Rahmat. Arzimaydi. Не за что. Unda esa 8-si keldik. Читайте и смотрите на фото deydi. O'qinglar va rasm qaranglar debdi. Unda esa Moskva stolitsa shunaqo. Naning stolitsasi bu Nafisa? Nafisa qiyinishimiz yo'qdi ras. Bilasizlar gap qilib baqsanglar bo'pti-ku, bilmay qoldimmi bugun? Yo'q, men bormadim, sen aytsin. Ha, shundami? Tamam. Hammanglar bor ekansizlar, yaxshi. Darsda birsimi? Yo'q, emas, hammasi bor. Unda bo'lsa Sumayya qiyinishimiz Moskva stolitsa deydi. Naning stolitsasi bu? Rossiya. Ha, Moskva stolitsa Rossiya. Shundami? Moskva Rossiyaning poytaxti dedik. Endi Pekin тоже stolitsa. Bu-chu nima gap bo'ldi? Beyjingmi poytaxt deydi. Tamam. Pekin тоже stolitsa Xitoy. Beyjingmi Xitoyning boshkenti, ya'ni poytaxti. Tamam, yaxshi. Endi bu yerda mana qo'shtirnoqcha yap qo'yibdi, shunami o'ng tarafida. Meni da o'tma ekran qarsanglar bu yap qo'ygan qaranglar. Yana bu yerda qo'shtirnoqcha kelib Moskva gostinitsa, Pekin тоже gostinitsa debdi. Bu nima gap bo'ldi endi? Moskva mehmonxonasi, Beyjingmi mehmonxonasi ekanda. Hadi yaqinlashdingiz. Ya'ni bu yerda qo'shtirnoqcha gap qo'ygani bilqa ko'shmanda qo'llangan ahvolni ko'rsatadi. Odatda bir Moskva bir shahar mehmonxona olmaydi, shundami? Ya'ni shu mehmonxonaning ismi Moskva ekan, birisining Beyjing ekan. Ya'ni Beyjing mehmonxonasi, Moskva mehmonxonasi degandek gaplar bor-ku. Ashuna ish gap qo'ygan ekan. Men rasm qarsanglarmi bu yerda bor. Ma binoning ostiga berib qo'ygan Gostinitsa Pekin degan Beyjing mehmonxonasi bo'ldi. Moskva nada bu yana birisi? Ha, Gostinitsa Rossiya deydi. Ya'ni Rossiya mehmonxonasi bo'ldi, shundaqmi? Rossiya mehmonxonasi deganning o'zini shu Gostinitsa Rossiya deysizlar. Beyjing mehmonxonasi bo'lib qolsa-chu Gostinitsa Pekin deysizlar. Ashta mehmonxonalar bor ekan. Unda bo'lsa bu betdan o'tgan bo'ldik. Endi qarindoshlar, biz sizlarga rotlarni o'tgandik, shundami? Rot deganimiz rus tilidagi so'zlarni 3 turga ayirib, shuning asosan qoidalantirilgan grammatikdir. Endi bu yerda bizga ashlarningki ko'pligini qanday aylantiramiz, ashuni ko'rsatibdi bizga. Ko'pligini qanday deymiz deb. Ya'ni bu yerda stol aldı bilan men o'qib o'taylik. Rossiya это гостиница. Shunami? Rossiya bu mehmonxona debdi. Andan keyin Rossiya, Moskva, Pekin это гостиницы debdi. A harfi miyadagi o'y harfiga aylantirilib yozilibdi. Shunami? Anil o'tib o'yni qo'yibdi. Bu vaqtida mehmonxona degan gap mehmonxonalar deganga aylandi. Ya'ni bizning tilimizda bu larlar qo'shilsa bir emas bir qancha narsani bildirdi-ku ko'plik holatni. Shuningdek, bu yerdagi gostinitsa bir tal mehmonxonani ko'rsatsa, gostinitsa degancha mehmonxonalar deb turib bir qancha mehmonxonani ko'rsatdi deb tushunamiz. Tushunarli? Endi asta qarasanglar bu yerda bizga shundaq birlikni ko'plikka aylantirish qanday bo'ldi? Ashuni ko'rsatdi. Unda bo'lsa qarindoshlar, bu yerda bir tas emas, faqat mush jadvaldagi qoida bo'yicha uchragan so'zlarni mush grammatika hisoblanmasak, bizga bek oddiy to'xtaydi. Masalan, stol nimati? Ustal. Raskaz nimati? Hikoya. Lampa, chiroq, shunami? Gazeta-chu, gazet. Andan keyin muzey. Slovar, prepodavatel. Bularning hammasini ma'nosini bilasizlar, bular hammasi erlik rot xitoyati. Aslida-chu etaj, qavat, qarindosh, qirindosh qalam, vrach. Biz bu mudir vrach doktor deymiz-ku. Ya'ni vrach degan doktor bo'ldi. Tavarish degancha saboqdosh. Sizlar hammanglar tavarish. Endi undan keyin uchebnik bo'yicha darslik kitob bo'lgandi. Bularning hammasi erlik rot xitoyat dedik. Undan keyin ana, ayollik rot masalan, bu yerda lampa, gazeta, teotiya, pesniya, titrat, noch,
Ga, ka, ha. Aqida muşta ga, ka, ha kelganlarmi? Ayollik rot tava buldu debdi. Ya'ni kniga, ruchka. Yani ga, ka, ha'ga diqqat qilmaysizlar. Faqat so'zning oxirida aya kelsa, bularni biz ayollik rot tava deymiz deb tushunib keldinglar. Shu bo'yicha diqqat qilsanglar bo'ldi. Bularning hammasimi ayollik rot tava bo'ldi dedik. Bu yerdagi ruchkaning ma'nosi nimati nima? May qalam. Tamam. Endi o'ttirib qarasanglar bu yerda okno, pismo, moре, упражнение debdi. Bu uchun nima ma'nosi bo'ldi? Okno, pismo, Okno deriza, pismo, unutib qoldim. xat chekdi-ku. Xat deganda pismo bo'ldi. Ya piшу pismo desak, men xat yozyapman. Ya читаю твое письмо desak kim bo'ldi? Anlayamadım. Ya читаю твое письмо desak kim bo'ldi ma'nosi? Chitayu deganim degan gap. O'qiyapman degan gap. Men sening xitoni o'qiyapman. Ha, tamam, yaxshi. Упражнение bu uchun ma'nosi? Mashq qilish. Mashq, tamam. Intayin yaxshi. Endi bularning ko'pligini bilamiz qarindoshlar. Faqat mishadagi stol, raskaz, lampa, gazeta degan mushu so'zlarning, ya'ni mushu oldidagi 3 rotninki ko'pligi qandoq deyildi, qandoq aylantirildi, shuni menga beribdi. Menda hammasi bir tal xo'rozning rasmi, bir tal mekanning, bir tal tuxumning tomatiyapti, 3 tal qushni beribdi-ku. Ya'ni jih narsani qandoq, bir tal narsani jih narsaga qandoq aylantiramiz, birlik holatni ko'plik holatga qandoq aylantiramiz, shuningki grammatikasiga hozir ko'rayotganimiz. Ya'ni stol deganimiz ustal bo'ldi. Oqiga o'yni qo'shib etsak, nima bo'ldi? Stalli bo'ldi. Stalli. Ustallar degan ma'noda, shundaymi? Raskazning ikki xil ma'nosi bor degandik. Birisi hikoya, birisi bayon qilish degan ma'noda dedik. Unda esa hikoya deb turib olaylik, chunki bayon qilishlar deganlar bo'lmaydi-da. Raskaz hikoya deb tursak, raskazi nima bo'ldi? Hikoyalar bo'ldi. Oqiga o'yni qo'shib etdik. Ya'ni aqida xulosalay. Lampa degan vaqtimizda aqi a harfi tekshunami ayollik rotdagi so'zning aqi a harfi bilan oyoqlashsa a ni ilib etib o'rniga o'yni qo'yamiz. Shuning bilan lampa, lampai bo'ldi. Endi gazeta degancha gezit degan gap bo'ldi-ku. Oxirisi a harfi keldi. A harfini ilib tashlab o'tib, aning o'rniga o'yni qo'yib etdik. Shuning bilan gazetai bo'ldi. Diqqat qilyapsizlar, shundaqmi? Shuning bilan gezit degan bir tal narsa gezitlar deb turib bir qancha gezitlarni ko'rsatdi. Ko'plik holatga aylandi. Endi bu yerdan chiqargan xulosa nima desanglar, erlik rotdagi so'zni anglayapsizlar, shundaqmi? Erlik rotdagi so'zni, erlik rotdagi bir xil holatdagi so'zni ko'plik holatga aylantirish uchun, birlikdan ko'plikka aylantirish uchun aqida uzuk tovush bilan oyoqlash degan tuqqu. Aqi uzuk tovush bilan oyoqlashgan erlik rotdagi so'zning aqiga o'y harfini qo'yib etsak, bu birlik holatdan ko'plik holatga aylandi. So'zning oxirisi a harflari bilan oyoqlashgan ahvolida ayollik rot degan tuq. Ya'ni oxirisi a harfi bilan oyoqlashgan ayollik rotga kelgan so'zlardagi a harfini elib etib o'rniga o'yni qo'yib etsak, buchu birlik holatdan ko'plik holatga aylandi. Tushundinglarmi? Endi muzey degan nimati muzeyxona. Bir talla muzeyxona. Oqidan keldi, ikratkaya harfi keldi. Buni elib tashlab o'tib, o'rniga i harfini qo'yib o'tamiz. Shuning bilan muzey bo'ldi. Muzey. Muzey bo'lgan vaqtida bu muzeyxonalar deb turib ko'plikka aylandi. Endi erlik rotni qanday aylanishgandik? Ayollik rot qarasak, ayollik rot, ya'ni oxirisi ya harfi bilan kelgan ayollik rotdagi so'zni birlik holatdan ko'plik holatga aylantirish uchun ya harfini elib tashlab o'tib o'rniga i harfini qo'yib qo'yamiz. Shuning bilan tiotia, hamma, bir tal hammani ko'rsatdi. Tioti desakchu bir muncha, bir qancha hammani ko'rsatdi. Hammalar degan ma'noda bo'ldi. Shundaymi? Tamam. Endi pesniya degancha naqsha degan ma'noda bo'ldi. Naqsha. Ya'ni elib tashlab o'tib o'rniga i ni qo'ydik. Shuning bilan
pesni bo'lsa naqsha degan bir tot naqshidan pesni deganimiz bir muncha bir qancha naqshlarni ko'rsatdi. Ya'ni birlik holatdan ko'plik holatga aylandi. Endi bu yerning xulosasi shuki, erlik roddagi so'zning oqida yoki oxirsi ikrat kaye bilan oyoqlashgan erlik rodda kelgan bir so'zda ikrat kaye harfini ilib tashlab o'tib o'rniga i harfi qo'yib o'tamiz. Bu birlikdan ko'plik holatga aylandi. Agar ayollik roddagi so'zning oxirsi ya harfi bilan oyoqlashsa, bu so'zdagi ya harfini ilib tashlab o'tib o'rniga i harfini qo'yib o'tdik. Shuning bilan birlik holatdan ko'plik holatga aylandi. Yana bir qoida shaklini o'tib qolganlar shuni qarindoshlar. Aldi bilan so'zni rodga aylantirib olgandan keyin uning oxirsi qanday oyoqlashdi? Shuni qaraymiz. Undan keyin bir harfni ilib tashlatib o'rniga yana bir harfni qo'yib qo'ysak, birlikdan ko'plikka aylandi. Unda bo'lsa qarindoshlar, slovar nimti lug'at degan ma'noda. Prepodavatel degancha oliy maktabning er o'qituvchisini biz prepodavatel degandik. Titrat nimti daftar, noch degancha kecha, spokойной ночи desek nima bo'ldi? Xayrli kech, xayrli kecha degan ma'noda. Unda bo'lsa, bu ikkilisida miyahki znak harfi keldi arkadaşlarmi? Miyahki znak harfining oldidagi birinchi harfga qaraymiz degandik. D T harfi kelib qolsa ayollik rod bo'ldi degandik. Hamda bu yerda nima qo'shildi? Ch harfi qo'shildi. Buningdan boshqasi yo'q. Ya'ni miyahki znak harfining oldidagi birinchi harf D, T, Ch. Shu 3 harf bo'lib qolsa, bu so'zlarni biz, bu xil so'zni biz ayollik rodga tava deymiz. Miyahki znakning oldidagi birinchi harf D, T, Ch dan boshqa harflar bo'lib qolsa, buni biz erlik rodga tava deymiz. Shundaqmi? Unda bo'lsa, bu xil so'zlarni biz ko'plik holatga aylantirish uchun qaranglar. Slovar lug'at, bir xil lug'atdi. Miyahki znakni ilib tashlatdik, o'rniga i'ni qo'yib o'tdik. Shuning bilan slovari bo'ldi, shundaqmi? Lug'at, lug'atlar bir qancha lug'atni ko'rsatdi. Hamda prepodavatel dedik. Oliy maktabning bir er o'qituvchisini ko'rsatdi. Miyahki znakni ilib tashlab o'tib, o'rniga i'ni qo'ydik. Prepodavatelli bo'ldi. O'qituvchilar degan ma'noda bo'ldi. Qallamizda oliy maktabning er o'qituvchisi deganni qallamizda saqlab olamiz. Tushundinglarmi? Endi titrat degancha daftar degan ma'noda. Buningdagi miyahki znakni o'tdik, i qo'ydik. Noshdagi miyahki znakni o'tdik, i qo'ydik. Shuning bilan slovari lug'atlar, prepodavatelli o'qituvchilar, titradi daftarlar, nochi kechalar degan gap bo'ldi. Tushundinglarmi bu yergacha? Aqida itash, qarindosh, vrach, tavarish deb kelibdi. Ya'ni bu so'zlarni biz shundoq uslub berib qo'yibdik. So'zning oxirisi j, sha, ch, sha harflari kelib qolsa, aqiga i qo'yib o'tamiz. Shuning bilan ji, shi, chi, shi bo'lib o'zgardi. Bu vaqtda birlikdan ko'plikka aylangan bo'ldi. Tushundinglarmi? Endi uchebnik degani bo'ldi. Darslik kitob. Endi bu uchebnik kniga. Nimti kniga deganimiz kitob. Uchebnik darslik kitob, kniga kitob. Har qanday kitob. Ruchka degancha may qalam. Endi okno degancha deriza, pismo degancha xatchak, moре dengiz, упражнение bo'lsa mashq bo'ldi. Unda bo'lsa, o'ng taraf qarasanglar bu yerda учебники, книги, ручки, ya'ni G, K, H harflari kelib qolsa, undan keyin G, K, H harflari kelib qolsa, bu xil ahvol ostida, ya'ni bu yerni bak elishtirib berib qo'yibdi kitobda. Asli bu ham shu ustiga o'xshaydi. Qarasanglar bu yerda maniga o'xshamaydi. Ya'ni G, K, H kelib qolganda, G, K, H yoki G, K, H harflari kelib qolganda, bularga biz ki, gi, ki holatni o'zgartirsak, bu birlik holatdan ko'plik holatga aylandi. Endi okno o'tiribdi, pismo o'tiribdi. O'ning o'rniga ani qo'ysak, bu yerda ani qo'ysiz debdi-ku. A'ga aylantirsak, o'ni ilib o'tib A qo'ysak, birlik holatdan ko'plikka aylandi. Moре degancha dengiz, упражнение mashq, shuning bilan
Y'ning o'rniga ya'ni qo'yversak, bu birlikdan ko'plikka aylandi. Moре, morya. Упражнение, упражнения bo'ldi. Tushundilarmi? Bu yerda intayin ochiq beribdi kitobda, faqat mas harfni elitib, ma'rifni qo'ysangizlar birlikdan ko'plikka aylandi deb. Unda esa bu yer tushunishlik bo'ldimi, bo'lmadimi, tushunmay qolgan mazmun bormi? Qolganini mashq qilish jarayonida tushunib olamiz, tushunib olamiz. Unda bo'lsa, mashqda texnik aniqlashtiraylik. Endi bu yerda zapomnite debdi. Zapomnite degan esda saqlash degan ma'noda, zapomnite bo'lsa esda saqlang debdi. Bu so'zlar qarindoshlar ustidagi majadlarga tushmaydi. Xuddi papa deganda biz ayollik rot emas, erlik rot tava ismini saqlab olamiz dedik-ku. Ba'zi bir so'zlar qoidaga tushmaydi. Buni faqat ismini saqlab olamiz. Shu ismini saqlab olgan so'zdan boshqalarni yuqoridagi jadvaldagi qoidaga tushiramiz. Shuning bilan birlikdan ko'plikka aylantiramiz. Brat deganimiz aka yoki o'g'il qarindosh bo'ldi. Bratya bo'lsa akalar, drug degancha do'st, o'g'il do'st. Druzya bo'lsa do'stlar. Druzya odatda qiz o'g'il har qanday do'stlarni druzya deymiz. Qiz o'g'il aralash bo'lib qolsin druzya, hammasi qizlardan tashkillangan do'stlar bo'lib qolsin druzya, hammasi o'g'illardan tashkillangan do'stlar bo'lib qolsin druzya. Ish qilib do'stlar degan gapni biz druzya deymiz. Tushundinglar? Stul deganimiz o'rindiq degan ma'noda. O'rindiq. Stul ya bo'lsa o'rindiqlar bo'ldi. Sestracho acha, sestri bo'lsa achilar, adilar degan ma'noda. Dom bo'lsa uy, doma bo'lsa uylar bo'ldi. Biz doma deb degandik, uyda degan gapdi. Vaqtda urg'u belgisi o'ning ustida. Vaqtida o'ning urg'u belgisi kelsa, biz buni uyda deb tarjima qilamiz. Agar doma deb turib a'ning ustida urg'u belgisi kelib qolsa, buni biz uylar deb turib birmuncha uy, bir uyning ko'pligi bo'ldi. Tushuninglarmi? Город shahar, goroda shaharlar, glaz ko'z, glaza ko'zlar. Endi человек degancha odam degan ma'noda. Odam. Lyudichu odamlar bo'ldi. Rебёнок bo'lsa, rебёнок deganimiz bala degan ma'noda. Doti bo'lsa balalar degan ma'noda bo'ldi. Unda esa rus tilidagi birlik holatiga kelgan so'zni ko'plik holatga aylantirishning qoidasini so'zlab o'tdik qarindoshlar. Qanchalik tushundinglar? Buni qanday pishqlaymiz? Mushni teri qilamiz. Aldi bilan o'qib, mushni va aylantirib bersizlar. Sizlar qanchalik tushundinglar? Bundan azroq sinov qilaman. Tushunmaganini tushuntirib qo'yaman. Unda bo'lsa boshildik. Sprosite debdi. Образец-da ulgu o'rnakda bizga beribdi. Это город. Shunami? Bu shahar. Здесь улицы debdi. Bu yerda ko'chalar debdi. Улица deganda biz ko'cha degandik. A'ning o'rniga uyni qo'yibdi. Улицы ko'chalar bo'ldi. Unda bo'lsa qayrindishim Arafat kelibdi. Prospektning ma'nosi Arafat. Prospekt. Abetin улица deganni ko'cha degandik. Prospekt bo'lsa cho'ng yo'l. Prospektni biz cho'ng yo'llar demoqchi bo'lsak nima deymiz? Prospektni cho'ng yo'llar. Prospekti. Ha, yaxshi, yaraysiz. Ya'ni bu yerga qarasak, bu yerda oxirisi uzuk tovush harfi bilan oyoqlashgan so'zlarning oqiga o'yni qo'ysak, prospekti bo'ldi. Shuna prospekt oxirisi to uzuk tovush o'yni qo'yatdik. Cho'ng yo'llar bo'ldi. Tamam. Davomlashtiring. Teatr debdi. Teatr degan gapmi bu? Teatrxona, teatr bo'ldi. Teatr. Bu teatr. Qo'rqmaydan xato qilib to'g'rilaymiz-ku. Teatri. Tamam. Nima bo'ldi ma'nosi?
Tiyatrlar. Tiyatrlar, tiyatrxanalar bo'ldi. Ulitsaning ma'nosi nimati? Ulitsa tar ko'cha. Tar ko'chalar yoki ko'chalar desak, Ulitsa o Ulitsi. ulitsi qaranglar. A bilan kelsa lampa, A ni ilvatdiq, o'yni qo'ydiq, lampa yo'g'antiq. Ulitsami shu oxirisi A kelgan so'z. A ni ilvatib, o'yni qo'ydiq, ulitsai bo'ldi. Yaxshi, ko'chalar. Davomlashtiring. Magazin. Magazin ma'nosi nima? Magazin degan magazin soat saroy degandek. Tamam. Buni ko'plikka aylantirsak, Shu in qatamdoq magazin yo'q magazini yaxshi, magazinni bo'ldi. Magazinni. magazini Ma'nosi nima bo'ldi? magazinlar Yaxshi. soat saroy. Tamam. Endi men aqini Ismoil qiynishini so'rab baqayli. Ismoil bormisiz? Ba, Ma xatni o'qiyamaysiz balkim. Klub deymiz. Klubning ma'nosi nima sizcha? kulub moto yani. Biz Klub. tushungan. Shu. Masalan, o'quvchilar klubi yoki muzik klubi yoki Qur'on klubi deganda klub bo'ldi. Mashina degan nima sizcha? Mashina degan mashina shu, avtomobil. Tamam. Institut deganchi? Institut ham universitetning kichik bo'lamda, institut degan. Xitoycha sho'ya deb qo'ymizg'o, institut deymizg'o. Shu. Zavod deganchi? Zavod shu. Yaxshi. Bank deganchi? Bak degan baktung. Yo'q, bank emas, bank. Neba? Bank degan banka. Yaxshi. Fabrika deganchi? Zavod. Zavod, fabrika. Apteka deganni bilmaysiz. Tamam. Avtobus deganchi? Avtobus. Tamam. Bu rostdan nimqilab o'rganib degan sizda hammasi biz bildigan so'zlar ekan bu. Shu harflarni almash o'qiydigan ama inglizcha harflari almashgan shu. Talab ko'pincha shunda his qildim men. Ziraq bo'ldi. Yaxshi. Ma bizningki tilimizdagi 2700 so'z shu rostchidan kelganchi, shunga ba'zi so'zlar o'xshaydi, shunga o'xshash. Unda siz tushungansizmi? Sizdan bir so'rab baqilay. Klub deganga masalan, klubni biz klub dedik-ku. Buni ko'plikka aylantirib olsak qanday qilamiz? Nima qo'shamiz orqaga? Uy dedik-mi? Intayin yaxshi. Yaray, siz qaraganda men astaylobdan tushundirga o'xshayman. Sizlar ham diqqat qilib anglasizlar. Klubi bo'ldi. Klublar bo'ldi. Unda esa mashina deganichi, mashinalar demakchi bo'lsak nima deymiz? Ayollikni roti deydi. A bilan oyoqlashsa, A'ni ilib nima qo'yamiz degandik? Uy. Uyni qo'yamiz. Shuning bilan mashina nima bo'ldi? Mashina yig'lamda. Intayin yaxshi, mashina. Tungi soatlar yaxshi, astaylaqingiz ko'zdagimiz. Mashinalar degan gap bo'ldi. Endi institut deganichi ko'plikka aylantirsak, institutlar bo'lsin deymiz. Instituti bilamda. Instituti yaxshi, institutlar. Institut. Tamam, yaraysiz. Onda bo'lsa, Subinur qiynishimiz kelibdik. Endi siz zavod degan qismdan boshlab berang. Zavodi. Ma'nosi? Zavodlar. Bank. Ondan banki bo'lamdi. To'g'ri. Banki. Banklar. Fabrika degani fabriki. Fabriki, to'g'ri. Fabriklar. Fabriklar. Apteka degani apteki dorixonalar. Xato bo'lib qoldi bu. Apteki demdik. Uyni qo'shamiz. Uyimiz deb tikamiz. Ya qarang, bu yerda ma qoidani berdik. Ekran qarasangiz bu yerda G, K, H kelib qolsa, G, K, X deymiz-ku. Oldidagi harfi G, K, H kelib qolsa, ondan I qatamdi. Oxiridagi so'zning oxiridagi harflar G, K, H bo'lib qolsa, buni biz G, K, X deb o'zgartirib yozsak, birlikdan ko'plikka aylandi. Apteki. Dorixonalar. Apteki
Ki derseniz ıy qo'shganda ekan. Tamam. Dorixonlar. Urxanlar. Park degeni parkı deb bilamdik. Iy qo'shamdiq. İyi qo'shamiz. Ha, iy qo'shimiz to'g'ri. Parki. Parki. Tamam. Dog'lar. Ha, Avtobusi. Avtobuslar. ha, yaxshi. Bistavka. Bimiti İngilizce. Tamam ha. Vistavki. Vystavki. Aytki v'ni biz tilga qulay ravon o'qish uchun v'ni deb o'qiymiz ekan-ku. Ha, yaxshi. Shuning bilan. Vistavki. Ha. Vistavki degan. Ha, beshidagi v'ni v bo'yicha o'qiymiz. Oxiridagini Vistavki. Vystavki. Ha, Vistavki degan. Ha. Nim degan gapdi. Vystavka degan gapni qaysilar yordam bersizlar? 3, 2, 1. Vystavka. Ko'rgazmaxona degan tuqqo. Vystavki bo'lsa nima bo'ldi? Ko'rgazmaxonalar. Tamam, intayin yaxshi qarindoshlar. Unda bo'lsa asma qarindoshimiz kelibdi. Bir saniya qo'l ko'taringlar, ammo men ko'ramadim. Kim bu edi? Muallim mening tabletning Ha, to'kitib keldigan telefondan qayta qitilsam hozir chiqiblar. ha bo'ldi, aldiran Abdulla bo'lsa darsdan buni liqlab qo'ysang labdan bo'ldi. Ma'qul bo'ldi. Hozir o'qirim. Unda bo'lsa asma qarindoshimiz kelibdi. Domdan boshlab beram. Do'moy, uylar. Nimishqa do'may dedingiz? Dom degan arlik rot. Ha. Oxiriga shu uyni qo'shsak. Uzuk tovush sharf bilan kelgan so'zlarning oxiriga i'ni qo'yish uchunmiz. Shuning bilan Ko'plik bo'lib do'moy bo'ldi. bo'ldi degan to'q. Ammo lekin zapomnite degan qismda nima deb ekandiq? Bu dama başka alayda. Ha, yaxshi. Abdusalom diqqat qilibdi. Dama dedik. Damaning ma'nosi nima? Uylar. Ha, yaxshi. Intayin yaxshi. Ama Ha, uylar. ha. Chilovik. Chilovek. Qancha bo'g'im? Chilovek. 3 bo'g'im g'o. Chilovik. Chilovek. Chilovek. Chilovik. Aytki Chilovek. Ha. Ma'nosi nima bo'ldi Chilovekning? Ma'nosini Odam dedik. odam. Ha. Odamlar demoqchi bo'lsak nima deymiz? Birlik holatdan ko'plik holatga aylantirmoqchi. Lidiy. Ha, yaxshi. Diqqat qilibsiz, zapomnite degan qismga. Lekin lidiy demdik, nima deb o'qiymiz? Birinchi harf l harfi ekan, ikkinchisi u harfi ekan, d ekan. Liu. Lyudi. Lyudi degan odamlar. Yaxshi. Tamam, to'g'ri oldi. Ploshat. Ploshat. Qaysi rot bo'ldi bilan? Rotga qaraymiz qoldi bilan. Qaysi rotda bu? Ploshat erlik rotda. Nima uchun? Miyakki znakkaga ahvol ostida nimaga qaraydik? Miyakki znakning Uni oldidagi bir harf. Ha, yaxshi. Miyakki znakning oldidagi birinchi harf qaraydik. O birinchi harf qaysi harflar bo'lib qolsa ayollik rot bo'ldi. T bilan ch bo'lib qolsa. Ha, yaxshi. D, T, Ch. Mush 3 harfning birisi bo'lib qolsa ayollik rot deydik. Undan so'ng ploshat dedik. Ayollik rotda shuni qanday o'zgartirdik? Ploshadi. Qarang bu yerdami? Ekran qarasangiz titradi deb berdi ko'pligini. Titradi yoqtida miyakki znakning oldida ham d harfi keldi. Ya'ni o'tiri tikagan bir so'zning ayollik rot tikagan bir so'zning oxidagi harf miyakki znak harfi bo'lib qolsa. Chunki ayollik rot tikagan so'z faqat miyakki znak bilan ham kelmaydi-ku. Ya'ni so'zning oxirisi a bilan kelsimi,
Ya harfi bo'lib qolsinmi alohidagi harf. Bu so'zlarni biz ayollar quruqqa tava degan tuqqu. Ha. Agar miyak Bu ha. ahiri miyaki zaman bilan yok yumuşak nima yumshatuvchi harf bor ekan. ha, to'g'ri. Mehkizlikni yumshoqlashtirish belgisi bo'ldi. Yumshaqlashtirish belgisi bor ekan. Shu i'ni qo'ymiz. Ha, yaxshi. Ploshadi bo'ldi, shunami? I emas, i. Iya. Ploshadi. Nima bo'ldi? Ploshadi. Ma'nosi nima? Ma'nosi Maydon. ha, maydonlar. Ha. Davomlashtiring. Muzey. Muzey emas. Muzey. Ha. Bu ne? Muzey. Tamam, muzey. İkrat kayın o'rniga i qo'yayotgansiz. I harfi. qo'ydim. Tamam. Davomlashtiring. Kinoteatr. Kinoteatr. Kinoxona. Ha. Bu ne? Kinoteatri. Ha, yaxshi. I qo'ydingiz orqaga qo'shib o'tdingiz. Qo'ydim. Aha. Ma'nosi? Kinoxonalar. Tamam. Kinoteatrxonalar, kinoxonalar. Teatrxonalar. Tramvay. Bu ne? Tramvayi. Tramvay. Tamam. Aha, tramvaylar. Tamam. Tramvay. İkisi o'xshab qoldi o'qilishi asosan, lekin shu yozilganda birisi ikratkaya, birisi i bo'yicha yozildi. Intayin yaxshi biz gorad qismidagi so'zlarni ko'plikka aylantirishni o'rgandik. Endi komnata dedi. Turalg'u degan ma'noda. Turalg'u uyning ichida bo'ladigan narsalarni biz ko'plikka aylantirishni qanday aylantiramiz? Buni qilib bering debdi. Unda esa eta gorad deb boshlaganda eta komnata dedik. Bu turalg'u uy. Здесь deymiz stol ko'plikning bo'ldi. Stolli bo'ldi, shunami? Stul boshqa ko'plikning bo'ldi. Ismoilning bular stulning ko'pligi. Stolli yaxshi. Shkafning-chi? Tamam, shkafi bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Stol, o'rindiq. Emas, ustal. Stol, ustal. Stolli boshqa ustallar. Stulchu. Stulni biz nima dedik? O'rindiq dedik. Stulya dedik. O'rindiq dedik. Ko'plikni stulya dedik, ammo alayda ahvolda miyadagi zapomnite. Qoidaga tushmaydigan, biz aslib oldigan, ismimiz tutib olgan so'zlar mala. Mushlardan boshqani meni qoidaga tushiramiz. Stul, o'rindiq, stulya, o'rindiqlar. Shkaf, ishkap, shkafi bo'chi, ishkaplar. Aknochi bo'chi nima bo'ldi? Abdusalomdan so'raylik. Akno. Deriza. Nasa aknoninki ko'pligi nima bo'ldi? Ha, mana nimaga qaranglar grammatikalik jadvalga, chunki yangi o'rgangan dars bo'lganlikdan. Akno, akna. Ya'ni o'ttiri kelgan so'zning, ya'ni oxirisi o harfi bilan kelgan o'ttiri tik so'zda so'zni ko'plik holatga aylantirishda o ni ilib etib o'rniga a qo'yib etsak, birlik holatdan ko'plik holatga aylandi. Akno o ni ilib etdik, a qo'ydik, akna. Tamam. Agar ovozingiz bek yiroqdan kelyotdi, tosh o'shitmas. Aknaninki Ha. nimasiga ketarsak o qoida ko'rsatganda ma ustidagi nima bor bo'g'im ko'rsatuvchi. Okna yozilib qolibdi. Shunda okna yozilgan. Ha, okna. Okna yozildi, to'g'ri.
Okna. Nima sababdan deydi? Okna. To'xtanglar, bu o'ninki miyadagi urg'u belgisi yo'qda odatda. Kitobda xato yazdimi buni? Bu o yo'q. Akna deymiz odatda. Akna. Tushunarlimi? A urg'u belgini yo'q deb o'ylanglar. Basma xatosi yuz beribdi miyada. Akna deb o'qiymiz. Tamam. Undan sonra akna derizlar degan gap bo'ldi. Davomlashtiring hamda. Lampaga keldik. Lampa, lampi, Lampi bo'ldi. Lampalar, chiroqlar. lampalar. Televizor, Ha. televizori, Televizor. televizori. Televizor deb o'qiymiz qarindoshlar buni. Televizor. Televizor degan gap shu tengshi degan gap. Televizor. Biz buni televizor deymiz uyg'ur tilida. Rus tiliga yana bir so'z tushirdi. Televizor. Televizorri bo'ldi. Televizorlar. Divan. Divan. Divani. Divanni. Divani. To'g'ri. Divan degan nima gap sizlarcha? Divanmi? Divan. Bizmi divan deymiz-ku. Sapaniki kangri cho'ngini biz divan deymiz-ku. Sapani kangri cho'ngi derken. Ya'ni derken 2-3 kishilik kangri sapalar bo'ldi-ku. Shuni divan deymiz. Yani safa deb tushunsak bo'ldi. Safani divan deydi. Divan. Safa. Divanli bo'lsa safalar bo'ldi. Divani safalar. Davomlashtiring. Kreslo. Ha. Kresla. Kresla, to'g'ri. Kresla. Hmm. Kresley. Ha. Kresley. Bu sapama bu mu? Kreslo degan o'sha divan bilan kresloningki farqi bor. Kreslo deganimiz shu teridan tikilgan sapaning o'zini kreslo deymiz. Kreslo. Divan degancha divan nima bo'ldi? Ma'nodan cho'ngroq safaga o'xshaydi, lekin kangri yotqildigan ustiga chiqib. Bu ma biz Uyg'urchada cho'ng deb qo'ygan benchang deb qo'yadi qo'lan esto. To'xtanglar, men sizlarga buni ko'rsataychi. Kreslo. Ne kadar? Kresla. Ha. Kresley. Ha. Sakalar. Telefon. Telefoni. Tamam. İyikiler bununla. Telefon bo'lgandan keyin oxirisi uzuk tovush bilan oyoqlashgan erlikrotik so'z. Shunga uzuk tovushning oqiga i'ni qo'shib o'tamiz degan tuqqo. Telefonni bo'ldi. Telefonlar. Ha. Vaza. A bilan oyoqlashibdi-ku. A nima qilamiz? Bunu ağırda ayaklaştı. İğne patlattık. Ha. Vazi. Vaza. Shunami? Vazi. Vazi bo'ldi. Vazi. An elbatdiq, i'ni qo'ydik. Vazi bo'ldi. Ha. Bu ma nimada qoidada aning elvatqirning biriga i qo'yapti-ku. I emas. Qaysingda? Masalan, mesela ma to'g'ri. Vazi. Kartina. Kartini to'g'ri bo'ldi. Raysiz. Endi yana ishikki qo'rqab to'qiyrindoshlar. Bu yana qivitayildi ayliq. Mau kartina degan nima degan gapdi? Kartina deganimiz qarindoshlar, masalan biz turmush kartinasi deymiz-ku. Ya'ni bir ko'rinish demdiq. Rasm, ko'rinish degan ma'nolarda keldi kartina deganimiz. Turmush kartinasi deymiz, bir turmushning manzarasini aks ettirgan bir rasmni ko'rsatadi.
Tushundinglar? Turmush kartinasi, ya'ni turmushni tasvirlagan rasm, chizilgan rasm bor-ku. Aşı rasmda bir turmushni ifodalagan bo'lsa, aşı xil rasmni biz kartina deymiz. Odatda boshqa xil, masalan, mashinaning rasmi bo'lsin, odamning rasmi bo'lsin, ularni biz foto deymiz, foto rasm. Yana birisini kartina rasmi deymiz. Yani Türkçe desek bu ne buldu? Tablo buldu. Hem de tushundinglarmi? Tushundim. Unda bo'lsa, bugun biz yangi bir dars o'rgandik. Davomli qilib o'taylik buning 2 tayinliq. Yana ikkisi qolibdi, urok bilan Semyaniki. Bu yana qilib kelsanglar bo'ladimi ya? Qilib kelinglar desam, hammalar ishlamaydi ekansizlar. Kim qilib boqaydi deb qo'l ko'targanlardan. Muqaddas, tamam. Muqaddas qilib boqsin. Urok debdi. Это урок здесь. Urok. Student. Bu divan bularninki tildagi chakiyat shu kanda. Nima dedingiz? Chakit? Divan turklarninki chakiyat deb qo'yilgan bir narsa shu kanda. Ha, men bu. Ha, shu, to'g'ri. Biz musafa Kristo deb ayrim ishlatamiz-ku. Ayrim balkim. Ben bu bir o'lis qilib ishlatyapti hamda safa Kristo deb. O'xshamaydi, har xil ishlatamiz. Ba'zilar shafa deb qo'ydi ish qilib, bizning tilimiz qo'g'dimisak bo'lmaydigan gap qoldi. Undan so'ng urug' qismiga keldik. Muqaddas davomlashtiring. Tamam. Student. Student desangiz inglizcha qoldi. Student. Stew emas. Student. Yaxshi, student. Student. А вы студент или студентка? Studentка. Я студентка. Tamam. Я не Я студент. studentка. Tamam. Kız ayollarga studentka deymiz gentok. Tamamlaştırın. Studentki. Tetradi. Doğru. Kniga. Knigi. Çok doğru oldu. Учебник. Çok doğru oldu. Ручки. Tamam. Çok doğru oldu. Hem de Abdüselam kıyırınışımız kıldınız mı veya kılmadınız mı? Kıldınız ya? Doğru kıldınız. Abdullah Karluk yaptık. Karandaş. Karandaşı. Doğru. Kıyırındaş kalemler. Slavari. Doğru. Logatlar. Kartı. Kartı oldu işte ama kartı. Kartı oldu mu karta oldu mu? Kartı oldu. Kartı. Aynı koydunuz anil ettiniz. Doğru. Haritalar. Haritalar. Gazete. Ya. Anladım. Aynı koydum. Gazetler. Çok doğru. Jurnal. Jurnallar. Doğru. Tablitsa. Cedvel. Cedveller. Hmm. Yen elbette nim qildik o'ttirutda ye kelgan ahvol ostida ko'plikka aylantirsak yening o'rniga Yeni o'rniga. Упражнение. top to'g'ri mashq Mashq. to'g'ri oldu. Endi semya qismini bizga Nafisa qiyinishimiz qilib bersin. Это семья здесь. Babushka debdi. Ma'nosi nima bo'ldi? Çoğun dada. Ha, cho'ng dadalar demoqchi biz. Babushkayı olamda malum. İyi bulamdı, iyi bulamdı. Ga, ka, ha kep qasa, gi, ki, fi qilimiz degan to'xshinami? Ha. Ma ekranda bor.
Mana ga, ka, ha bilan kelgan ayollik rotdagi so'zlarni ko'plikka aylantirishda gi, ki, xi qilamiz deb badi. Mush bo'yicha babushkani babushki dedik. Дедушка, дедушкой. Dedush kıy, ıy bilamdı, i bilamdı. И, Doğru. дедушки. Tamam. Yok. Ama çoğundadılar. He. Tiyoti. Doğru. Amma. Diyadi. Tağa. Bratı. He. Akılar. Sestra. Brat tıy demdik, ne deymiz? Sestra tı. Yok. İyi kelam. Sestra. Tamam, davamlaştıralım. Rebiyonok. Hı. Rebiyonok. Bu ne diyenge? Rebiyonak bala deyen gep. Balalar ne deymiz? Rebiyonekıy. Kıy. Tamam, davamlaştıralım. Mama. He. Mama, papa dedik. Mama'nınki köpükten boldu. Analar. Mami olan Top doğru oldu. Papa'nın uçu. Papi. Papa'yı dadılar. Doğru oldu. Hem de Nefise kıyırınışımızdaki de 3 söz hata olub kaldı. Bu kayısı kim dikkat kıldı? Brat, Doğru. sestra, bu biryonik, Ang beşideki R harfi şuna. Rebionak. Ondan sonra doğrusu ne buldu bundan? Bratның bratya, Doğru. sestra'nın sestri. Tamam, yerde baştaki zapomnitiye kısmında sestri. Hı. He. Rebionak'ınki diyeti. Dötti. Tamam. Tamam, doğru oldu. Doğru. Ondan sonra yaxshi qeyrindaşlar, bir yana tushundinglar. Shunday qilib bugun qilgan ishimiz rus tilidagi birlik holat, rus tilidagi so'zlarni birlik holatdan ko'plik holatga qanday aylantiramiz? Shuni qilish bo'ldi. Unda bo'lsa davomini o'taylik. Qolib qolgan bir darsimiz qolganda tunugunki. O darsimiz inshaalloh shanba sizlarga uyg'un bo'lib qolsa, shu vaqt o'tamiz. Buni juma kuni ayrim deyishaylik. Sizlarning ahvolingizga qarata. Unda bo'lsa qeyrindaşlar. Sizlarga beriladigan topshiriq shuki, biz buni ig'zoga ishlab chiqdik. Texnik pishib ketishinglar uchun bugun qilgan eng muhim ishimiz shu birlikni ko'plikka aylantirish bo'libdi. Yangi so'zlarni yodlagan asosda bu jadvalni qayta bir ko'rib chiqib, mushu 9-mashq mushlarni birlik holatdan ko'plik holatga aylantirib yozib aytib bersanglar bo'ldi. Ashlam topshiriq. Undan keyin orqadagi 66 betlardan 2-3 betni o'zinglar ko'ralgancha bilmagan yangi so'zlarningki ma'nosini yozib, tarjimasini qilib kelsanglar bo'ldi. O'qib. Unda bo'lsa sizlarningki savolinglar bormi yo'q? Ma упражнение degandan keyin qanday qildik? Упражнение degan mashq degan gap bo'ldi-ku. Ha. Ko'plikka aylantirish uchun qanday qilamiz deysiz-ku? Yan qatamdiq buni. Miyada berdik masalan. Oxirisi biz упражнение deganlarning hammasi o'ttirdik-ku. O'ttirib kelgan so'zlardan oxirisi y harfi bilan oyoqlashgan o'ttirdagi so'zni birlik holatdan ko'plik holatga aylantirish uchun shu y harfini elib o'tib o'rniga ya harfini qo'yib o'tamiz. Shuning bilan birlikdan ko'plikka aylandi. Упражнениyaga aylandi. Oxirisi o harfi bilan oyoqlashgan o'ttirib kelgan so'zni ko'plik holatga aylantirishda oxidagi o harfini elib o'tib o'rniga ani qo'yib o'tamiz. Shuning bilan akna, pisma degandek ko'plik holatga aylandi.
derizlar, xatlar degan ma'noda. Mushu bo'yicha bo'ldi. Mush jadvalni ismini tutib olsak ham birlikni ko'plikka aylantirishni butun har qanday so'zni xotirjam qila olamiz. Oxidagi zapomnitiyani eslab olsizlar, qolganning hammasi shu jadvaldagi qoidaga tushadi. Unda bo'lsa, boshqa savollar bormi qarindoshlar? Yo'q. Ha. Muallim, Ol- 62. betteki 7. meşrikning yangi so'zlarini anglayamay qolgandim. Biraz vaqtda bilsa gruppa yozib qo'ysin bo'pti ekan. Tamam, unda sonra ben Abdullah Karluk'a vazife kıldım. Abdullah Karluk 62. betteki yeni sözünü yazıp grupқа atıp koysanız. Bo'ldi muallim. Buldu. Əmisi oqub versanız buldu, yazıp versanız buldu. Onda bolsa qarindaşlar, ət görüşəyle. Hammalarga Allah'a emanet. İsmail qarindaşım 8-dən 10'da dərsxanada görüşəyle. Bo'ldi. Allah'a emanet. Arafat qarindaşım aldın qavatgan məzmununu təkrarlab bitirə aldınızgo, ha? Əgər bitirib bolğan bolsanız yoki kam qaqayıb qalsa, siz 8-dən 10'da kirsanız buldu. Allah'a emanet. Bo'ldi, men kirib men angla olaman. Buldu. Allah'a emanet. Allah.